Sunum okundan nima o'rganamiz? Ko'p qism do'stlar deyish mumkin 72 xil hunarni o'rgansak bo'ladimi? Bu tas. Endi ko'nlardan qolgan adabni adabsizdan o'rgan degan prinsip bo'yicha biz sunum okundan o'rganadigan narsa dal uningda kam bo'lgan, ajallik ojizlik bo'lgan hissiy ko'rsatkich. Hissiy ko'rsatkuch degan nima deganda dal bir odamning o'zining kayfiyatini bayqay olishi, kuzata olishi, boshqara olishi, shundaqlam shu xil ahvolda eng tez suratda o'zini salmoq temkin holatda yuz bergan har qanday ishga, muomalaga taqobil tura olishidan iborat iqtidorni ko'rsatdi. Endi men uzun yil ishlagan mush korxona o'rnida eng ko'p ta'kidlanadigan mahorat aqliy ko'rsatkuch emas, dal hissiy ko'rsatkuch bo'lgan. Demak, bir hissiy ko'rsatkuchi kuchli odam 5 dan 10 gacha aqliy ko'rsatkuchi kuchli odamga barobar ish qila oladi. Endi biz nemishqa Sunokoning hissiy ko'rsatkuch ojiz deymiz? Bu osa ochiqlaydi. Osa o'zini yo'qotadi. Hadi salom. O'zining gursini ko'tarib, erishni qalayimqon qiladi. Demak, mushu ishlarning hammasining keyin nima bor deganda, Sunokoning o'zini ig'ir darajada kamsitishdan kelib chiqqan, hadi salom boshqalar yaratmasa, o'zini ko'z qo'yishga oldiradigan, shu orqali jiq ziyon oqibatlarni keltirib chiqaradigan bir ajallik ojizligi bor. Demak, yuqorqidek Tansing, Sunokong, Baji, Shasing shundaqlam 3 podshohni birlashtirib biz 5-oyning 4-kuni 20 qism Öndidar topida sizlar bilan birlikda mushu klassik asarlardan ilingan ilhom, hikmatlarga birlashtirib, turmush, tijorat, kishilik munosabat boshqarishga doir amaliy qo'llanishchan meg'izliq dars uyushtirdik. Shunga uyingizdan chiqmaylar. Biz bilan birlikda mushu temalardan tang bahramlaydisangiz, ayrimxonaga o'zingizning aloqa nomerini qoldirib qo'ying. Fursat g'animat. Nima deydi xonda maiziten?